Kurash bu xalqimizning ming yillar davomida shakllangan qadriyatlarning ajralmas bir qismi desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki qadimdan eng qadimgi qo'lyozma yoki nodir asarlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak ham, masalan, Firdavsiyning Shohnoma asarida kurash haqida va polvonlarning bu kurash turi bilan shug'ullanganligi, Amir Temurning masalan Temur tuzuklarida, Nizomiyning Hamsalarida, Navoiyning Hamsasida ham mana masalan Farhod va Shirin asarida ham o'sha Farhodning siymosi o'sha polvon yigit, ya'ni kurash bilan shug'ullanadigan bir polvon yigit sifatida shakllantirilgan. Kurash musobaqalari o'tkazish orqali mana shu xalqimizda ham jismonan ham ruhan sog'lomligini va buni kelajak avlodga yetkazish bo'yicha bir o'rnak bo'ladigan san'at darajasiga olib chiqqanda, nafaqat o'g'il bolalar, hattoki qiz bolalar ham o'rtasida ham mana shu kurash musobaqalari o'tkazib kelinganligi haqida o'sha tarix kitoblarida keltirilgan. Bu borada Ibn Sinoning o'sha tib qonunlarida ham alohida bir to'xtalib o'tilgan. Masalan, Ibn Sinoning tib qonunlarini birinchi kitobida, ya'ni kulliyotda o'sha balog'atga yetgan shaxslar tomonidan amalga oshiriladigan bir sport musobaqasi sifatida kurashning o'rni beqiyosligini Ibn Sino ham ta'kidlab o'tgan. Bunda masalan bu kurashni o'sha Ibn Sino tib qonunlarida ikkiga bo'lib tavsiflaydi. Birinchisi deydi, masalan, ikkita tomon qo'l bilan bir-birini o'sha mardlar maydonida haligi nima deydi, kuch bilan yiqitish haqida va buning uchun naqadar sog'lom bo'lish haqida ko'rsatmalarni aytib o'tadi. Ikkala raqib ham bir-birini o'sha belbog'idan mahkam ushlab, yon tomonga ag'darishi bu kurashni o'sha sifatlari haqida tib qonunlarda ming yillar oldin yozilgan o'sha tib qonunlarda ham alohida to'xtalib o'tilgan. Nima uchunki bizni mana shu xalqimizni sog'lig'ini nima deydi, ko'rsatadigan asosiy mezon sifatida ham bu kurash milliy qadriyat sifatida shakllanib kelganda, sababi sog'lom xalq sog'lom fikrlaydi. Xalq sog'lom bo'lishi uchun u ham jismonan ham ruhan sog'lom bo'lishi kerak. Ana shu ham jismonan ham ruhan sog'lom odamlargina bir qudratli ishlarga, buyuk ishlarga qo'l uradi deydi. Masalan, Amir Temurning o'sha Temur tuzuklarida ham aytiladiki, Amir Temur ham hattoki o'z askarlarini chiniqtirish uchun, ularni o'sha jangovarligini orttirib borish uchun, ularni qahramonona bir qahramon sifatida shakllantirish uchun mana shu milliy kurashdan foydalanganligini Temur tuzuklarida ham o'qishimiz mumkin bo'ladi. Kurashga nafaqat milliy qadriyat sifatida, balki sog'liqni saqlashni bir asosiy bir yo'nalishi sifatida bir narsani aytib o'tishni xohlardimki, bu inson salomatligiga faqat dori-darmon bilan, yeb-ichish bilan yoki ma'lum bir turdagi mashqlarni bajarish bilan emas, balki muntazam ravishda ma'lum bir sport turi bilan shug'ullanish bilan ham erishiladi. Ming yillar davomida mana shu xalqimiz sog'lig'ini saqlash maqsadida ham, ya'ni sog'lig'ini muntazam nazorat qilish, sog'lig'ini tiklab borish uchun ham mana shu balog'atga yetgan paytdan boshlab to umrining oxirigacha kerak bo'lsa, bu sog'lig'ini ajralmas bir qismi sifatida mana shu kurash bilan, musobaqalar bilan shug'ullanib kelgan. Sababi bu kurash orqali inson o'z tanasini jismonan chiniqtirgan. Inson o'z tanasini jismonan chiniqtirishi bu o'z-o'zidan uning ruhini ham, ruhoniyatini ham chiniqishiga olib keladi-da. Ya'ni tiran fikrlaydigan odam bo'lish uchun albatta u ma'lum bir sport bilan shug'ullanishi kerak bo'lgan. Shuning uchun ham xalqimiz qadimdan mana shu milliy kurashni o'zini qadriyat sifatida, ham qadriyat sifatida, ham salomatlikni saqlashni bir usuli vosita sifatida mana shu milliy kurashga alohida e'tibor berib kelgan.